xo'sh emas. Bundan tashqari bolasi ham bor. Shubhasiz bor e'tiborni bolasiga qaratadi. U kotib yordamchisi lavozimiga umuman mos kelmaydi. Bu ishni olish uchun suhbatdan o'tganman. Nima qilibdi? Kotib yordamchisi kecha-yu kunduz ishlashga tayyor bo'lish kerak. Seni bolang bormi? Bu qo'lingdan keladimi? Qo'lingdan kelmaydi. Xo'sh, nima deysan? Bolangiz bormi? Yoshi nechida? 6da. Yaxshi. Qabul qilindingiz. Men bilan yuring. Menmi? Voy, nimaga Zijang? Qanday qilib bu ayolni tanlash mumkin? Janob Lu hozirgina farzandi borligidan xabar topdi. Yordamchiga ona bo'lgani uchun bolalarni tarbiyalashda tajribasi bor. Janob Lu undan maslahat so'ramoqchi. Nima? Jinchini bolasi bormi? Yordamchiga. Ha, janob. Aytingchi, 6 yoshli bola u qanday bo'ladi? Nima? Bu yoshda bolalar nimaga deb savol berishni yaxshi ko'rishadi. Ular juda yoqimtoy. Ayniqsa meni o'g'lim. U nafaqat chiroyli, balki juda ham aqlli ham. Unda meni o'g'lim siznikidan chiroyliroq bo'lsa kerak. Qanaqasiga? O'g'limni chiroyi bilan kim ham tenglasha olardi? Lekin u boshlig'im, e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Janob, menda o'g'limning videosi bor. Ko'rishni istaysizmi?